Alloh taolo Qur'onda zikr qilgan, payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar, o'zimiz yekkanda yediryapmizmi, kiyganda kiydiryapmizmi? Bu savollarda javobini beramiz. Bizga Alloh berganda ayollardachi, nasiyaga ham rozida biz ayollarchi. Qachon mahar masalasida gapirsam, beraversinlar roziman deydi. Mana yosh kattalarim o'tiribdi, oramizda mahar nikoh o'qilganda tayin qilinmagan bo'lsa, eng ozini berib qo'ying. Eng ozi lozim bo'ladi 10 dirham, ya'ni 4,5 gram tillo. Mana 5 gram qilib qo'yinglar, yarim bo'lmasin. Bir ulug' zotning gaplarini aytaman. 30 yil qozilik davrimda biron marta otasiga oq bo'lgan qiz haqida eshitmadim, ko'rmadim deyaptilar. Otasiga oq bo'lgan ham o'g'il, otasini xafa qilgan ham o'g'il, otasiga juvormay bo'lgan ham o'g'il, yuzini yerga qaratgan ham o'g'il. Otasiga oq bo'lgan qizni eshitmadim deydi. Qiz bola shunaqa ekanki, jannatda kalit ekanda qiz. Endi men o'g'illarda, yigitlarda yomonlamoqchi emasman. Alloh rozi bo'lsin, mana sovuq demasdan kelib juma namoziga kelib mana namoz o'qib turgan yigitlarimiz. Lekin baribir qiz farzand haqida, ayol haqida tushunchalarimiz to'g'ri bo'lishi kerak. Alloh taolo bizga ne'mat, omonat qilib bergan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى cheksiz hamd va sanolar payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovatlar bo'lsin. Hulusi niyat, tashrifi qudum bilan kelgan barchamizdan Alloh rozi bo'lsin. Bosib kelgan birinchi qadamlarimizni Alloh taolo ajr hasanotlardan bahramand aylab, ikkinchi bosgan qadamlarimizni gunohlarimizga kafforat aylasin. Azizlar, bugun Sayyidul Ayyom juma kuni Allohning betiga jam bo'ldik. Alloh xayrli qilsin. Bugun o'sha diniy idora tomonidan bizda shu masjidga, ya'niki juma namoziga borib o'tib berishlik topshirig'i berilgan edi. Shuning uchun keldik. Men ismim Abdurashid. Ba'zilar tanishadi, ba'zilar tanishmaydi. Hozirgi kunda shu tuman bosh imom xatibi sifatida faoliyat olib boryapmiz. Bugun azizlar, juma suhbatimizning mavzusi O'zbekiston musulmon idorasi tomonidan ayollar islom nigohida deb nomlanibdi. Shu mavzu yuzasidan sizlar bilan suhbatlashamiz. Alloh taolo insonni bu hayoti dunyoda yaratib, yerda insonni boshqa maxluqotdan, mavjudotdan aziz mukarram qilib qo'ydi. Oyat karimada keladi, Qur'onda astag'firullah va laqad karramna bani adam deb keladi oyatda. Odam bolalarini yerda aziz va mukarram qildi. Lekin zaif qilib yaratib qo'ygan Alloh taolo bizda. Qarasangiz, hayvon misol bola tug'sa, bolasi hech qanchaga o'tmasa o'zi turib yurib ketaveradi. Odamda bo'lsa, onaning qornidan ehtiyotini qilishni boshlaymiz, tug'ilgandan keyin 1 yil ko'tarib, baqa ko'tarib yurish turib ketamiz. Endi o'sha zaiflarni ham zaif qilib Alloh taolo ayol kishini ham yaratdi. Ya'ni ayol kishini Alloh taolo zaifroq qilib yaratdi erkakka nisbatan. Lekin islom dini kirib kelishidan oldin ko'pchiligimiz bilan eshitganmiz, ko'ramiz, bilamiz. Islom dini kirib kelishidan oldin ayollarda qadri bo'lmagan. Ayollarda hurmati bo'lmagan. Hattoki ertaga eri o'lib ketsa, bizni nima qiladi? Yuzimiz yerga qaratadi, u bo'ladi. Hatto yosh qizlar nima uchun ko'mib yuborgan desa, orqigan. Qiz tug'ilsa, orqigan. Ertaga eri o'lib ketib qolsa, u bo'lsa, boshqa bo'lsa, fahshga yurib ketsa, va hokazo orqiganligidan qarang, ko'mib yuborgan tiriklay. Islom kirib kelishdan oldin juda ham ayollarga boshqacha munosabat edi. Buyumdek munosabatda bo'lgan. Eri o'lgandan keyin merosga qo'shib taqsimlab yuborgan ayol kishini. Merosga qo'shib taqsimlab yuborishganda huquq bo'lmagan, qo'lida bir erkinligi bo'lmagan. Shu darajada nima bo'lgan? Lekin mana Allohga hamd bo'lsin, islom dini kirib kelgandan keyin hammamiz yaxshi bilamiz, ayol kishini qadri, qiymati, o'rni bor.
to'g'ri zaif qilib yaratilgan, lekin oyatlarda keladi ayollar haqida, hatto Alloh taolo Qur'onda sura nozil qildi. Niso suratin Nisa bor, ayollar degan nomli bitta butun boshli sura nozil qildi Alloh taolo. Demoqchi bo'lganimizki, Alloh taolo islom shariatini bizga bergandan keyin, ya'niki bizgacha mana 14 asrdan oshiq vaqt davomida yetib kelgan bo'lsa, shu vaqt davomida ham ba'zan ayollarda xo'rlanganini ko'rdik, eshitdik, bilamiz ham hattoki. Shuning uchun azizlar, bugungi suhbatimizda shu ayollar haqida, islomda ayollarda o'rni haqida qisqa bo'lsa ham imkon darajasida sizlarga ma'lumot berishlikka harakat qilamiz. Alloh taolo oyat karimada marhamat qilib aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa'adallohu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Sadaqallohu azim. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: Alloh mu'minlar va mu'minalarga ostidan anhorlar oqib turadigan, mangu yashaladigan jannat bog'laridagi yoqimli maskanlarni va'da qildi. Tavba surasi 72-oyat. Shariatimizda ayollar uchun bir qancha huquqlar bor, belgilangan. Biz o'shalar haqida suhbatlashamiz. Ya'ni birinchisi, ayollar ta'lim olish huquqiga ega. Ayol kishi uyda o'tirish kerak, bolasiga qarash kerak, bolasini boqish kerak, tarbiya berish kerak va hokazo duramiz-u, lekin ular ham ta'lim olish huquqiga ega. Alloh taolo faqat erkaklarda o'qisin demadi. Payg'ambarimiz alayhisalom talabil ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimatun dedilar. Har bir mu'min mu'minaga ilm olish farz dedilar. Faqat erkaklarga demadilar Payg'ambarimiz alayhisalom. Ayollarning ichida eng ilm jihatidan ustozasi kim? Bilamizmi? Boshi kimga borib to'xtaydi desa, Oysha onamizga borib to'xtaydi ekan. Oysha onamizga Alloh shunaqa ilm bergan ekanki, payg'ambarimiz tirikliklaridayoq o'zi olima bo'lganlar. Eng murakkab bo'lgan meros ilmi Oysha onamizdan hech kim o'tib ketolmagan. Shu darajada meros ilmini mukammal bilgan ekanlarki, endi qo'yaverasizda, hatto payg'ambarimiz alayhisalom o'tganlardan keyin bir qancha o'sha sahobalar, hattoki o'sha mujtahidlar, olimlar ham kelib meros ilmini Oysha onamizdan so'rab o'rganib ketishgan ekan. Bizni har qanaqangi jamiyatimizdagi bir olima, ayol tagi ustozi borib kimga taqaladi? Oysha onamizga taqaladi. Biznikichi desa domlalarda, olimlarda, qorilardagi borib payg'ambarimiz alayhisalomga taqaladi. Shuning uchun ta'lim olishlik masalasida, ilm olish masalasida tushunchamiz to'g'ri bo'lishi kerakki, o'qitaylik. Ayollarimiz ham o'qisin. Agar ayollarimiz o'qimasa, biz ish bilan yuraveramiz, bolamizga kim tarbiya beradi? Shuning uchun kirib kelganingizda bolangiz sizga salom bermaydi-da. Betingizga qarab turaveradi. Dadasi keldimi, kimki farqi o'rnidan turib ham qo'ymaydi haligi o'g'il yoki qiz. Nimaga? Chunki onasi tarbiya bermaganda, dadangiz kelsa, o'rningizdan turib salom berib kutib oling demagandan keyin kim aytadi? Siz bor aytasizmi? O'g'lim men kelganimda o'rningizdan turib kutib oling deysizmi? Misolda, nimaga bizning farzandlarimiz bizni otasini hurmatini joyiga qo'ymaydi? Kirib kelganda, meni dadam keldi deb o'rnidan ham turib qo'ymaydi, salom ham bermaydi. Nimaga? Chunki ayolimizga buni ta'limini hech kim o'rgatmagan. Mana ta'lim masalasida o'shaning uchun ulug'larimiz gapi bor-ku, o'g'lingni o'qitsang, bitta odamni o'qitibsan. Qizingni o'qitsang, butun jamiyatni o'qitibsan deb bekor ketmaganda ulug'larimiz. Nimaga? Chunki biz mana ishda, oilamda boqaman deb yurganimizda ayolimiz tarbiya beryapti. Agar olima bo'lsa, ilm egasi bo'lsa, ayolimiz bolalarga ham tarbiya beradi, nevaralarga ham tarbiya beradi, jiyanlarga tarbiya beradi. Mahalla ko'yda bolasi qolsa ham chiroyli odob axloqni tarbiyani berib qo'yadi. Mana bizni farzandlarimizni ilmini qanaqa bo'lishligiga avvalo o'zimizga ham bog'liq. Ya'niki biz deganda mayli o'qimaganda olibmiz. Diplomi yo'q ekan, o'qimagan ekan o'sha qiz. Qur'onni ham bilmas ekan deylik. Bu degani
taqdirga tan berish degani emas-ku. Men onalarimizdan Alloh rozi bo'lsin, Alloh taolo bildirgan zahoti amaliga kirishadi-da. Biz ayollarimiz shunaqangi. Ayol kishi shunaqa zot ekanki, Alloh taolo bildirgan zahoti qarang, shu bir ilmni egasi bo'lsa, darrov shuni amaliga kirishib ketadi. Yoshi katta-katta onalarimizni bilaman. Qoriya onalarimizni bilaman men. Kelib duo qilishadi, duo so'rashadi. Men endi yoshman, siz duo qiling deb duolarni olamiz. Yana domla duo qilsangiz, 80 ga kirdim, Qur'onni xatm qilyapman deydi. 78 yoshimda boshlagandim, 2 yilda Qur'onni yarmidan o'tdim deydi. Alloh sizga kuch-quvvat bersin deb haqlariga duo qildim, duolarini ham oldim. Bunaqa ayollar xat orqali ham mana bugun ham yozib yorishibdi. Boshqa orqali ham mana telefonda ham hattoki domla duo qiling, onam Qur'onni xatm qilishyapti. Onam unda, onam deydiganlar juda ham ko'p azizlar. Deganim tashlab qo'ymaslik kerak. Xo'p, o'qimaganda olgan bo'lgan taqdirimizni ham kitob olib kelib beringlar. Loqal mana obuna bo'linglar hech bo'lmasa. To'g'risini aytaman, tumanimizda ingichka masjidi obuna masalasida eng pastki o'rinda turibdi. Eng pastki o'rinda. Vaholanki sizlar birinchi o'rinda turadigan maqomdasizlar aslini olganda. Bu yomon narsaga obuna bo'lganingiz yo'q siz. Ma'lumotlari eskirmaydigan narsaga obuna bo'lyapsiz. Uyingizga borganda ayolingiz sizni hurmat qilmayaptimi? Mu'minalarga obuna bo'lib uyga olib kirib berib turing. O'qib tursinchi, keyin gaplashamiz. Jumadan borsiz, assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi, charchamadingizmi, jumalaringiz muborak bo'lsin deb qo'lingizdagi olib borgan narsangizni chekkiga qo'yib, chiroyli dasturxon qilib, qo'lingizni yuvib, patinkangizni yechib, kurtkangizni yechib, o'tirg'izib, issiq choy berib, shunaqa xizmatingizni qiladi. Ichingizda bormi? Qaysi hajolat bo'lmanglar. Hech bo'lmasa qo'l ko'tarib qo'yinglar. Ayolingiz juma bilan tabriklaganlar bormi? Ayol hayrati, urug'likka bor ekan. Siz ham tabrikladingizmi qilib? Alloh rozi bo'lsin. Bee'tibor bo'lmasligimiz kerak. Endi men obunaga bog'laganimki, kitob olib beraylik, rag'batlantiraylik. Ha deb qorinimizga investitsiya kiritavermasdan, o'sha ayolimizga, farzandlarimizning ta'limiga ham investitsiya ajratsak bo'laveradi. Bu qorin haliga aytadi-ku, to'ldiriladigan idishlarda eng yomoni qorin ekanda. Hadis bor bu to'g'risida. To'ldiriladigan idishlarda eng yomoni qorin, birodarlar. Keragini yeymiz, ortig'ini endi oilamizga ham yediraylik. Shuning uchun ta'lim masalasida kechi yo'q, birodarlar. Kechi yo'q. Men endi mu'minalarni misol keldim, sababi misol va hokazo gazetalar bir haftadan keyin ma'lumoti tugaydi, eskiradi. Buni qaytib ochkingiz ham kelmaydi-da, yo nima, o't yoqqanni ishlatasiz. Bu mu'minalarni yig'ib borsangiz, bu tarixda katta sizdan bitta meros qoladi, ilm. Ichida savol javobi bor, hikmatlar bor, Qur'on tafsirlari bor, hadislar bor va hokazo. Juda manfaatli ilmni tashlab ketasiz. Mayli ayolingiz o'qimasa, qizingiz o'qiydi. Xo'p, qizingiz o'qimadi, ayolingiz o'qimadi, o'g'lingiz o'qiydi. To'xta, ayol kishining haqqi bor ekan, bunga rioya qilish kerak ekan degan tushuncha keladi. Ertaga o'g'lingiz baxtli hayot kechiradi. Ta'limda qizlarimizga ham ta'limini e'tiborli bo'laylik, o'qisin. Foyda beradigan ta'lim bilan o'qitaylik. Foydali, manfaatli ta'lim bilan o'qitaylik. Mana yurtboshimiz ayniqsa mana shu tashabbuslik qilganlarki, kam ta'minlangan oilada o'qib turgan ayol qizlarni ta'limiga, kontraylariga davlatdan pul ajratganlar yurtboshimiz. Mana qariyb 7000 ga yaqin xotin-qizlar davlat granti asosida o'qiyapti hozir. Davlat pul to'layapti. Ayollarni o'qityaptilar. Nimaga? Chunki erkaklar o'qigani bilan o'ziga oilamni boqaman, faqat o'zi uchun bo'lib qolyapti. Ayollar o'qisa, jamiyatda bolalarimizga tarbiya beradi. Maktabda ishlaydi, kollejda, oliy dargohlarda ta'lim beradi, bolalariga ta'lim beradi. Ta'lim masalasida hatto yurtboshimiz ham nima imkon darajasida ayollarni qo'llab-quvvatlayaptilar. Ikkinchisi nima desa, islomda ayollarga halol kasb-kor qilish huquqiga ega. Ishlash deganda ayol kishi ishlamaslik kerak, uyda o'tirish kerak deganlarga aytmoqchimizki, halol ish bo'lsa, Aysha qiladigan ishi iffatini buzib qo'ymasa, iffatini saqlasa, to'g'ri pokiza ish bo'lsa qilsin. Shu ayollarimizni masalasida
ayol kishi uyda o'tirsin, ishlamasin deb aytaveramiz, lekin moddiy ta'minotini joyiga qo'ymaydiganlar ham bor-da. Endi hozir aytamiz desak, to'g'ri, hammamizda kamchiligimiz bor deb yengil aytib ketaveramiz, lekin o'sha kamchilikni tuzatmaslik eng yomon narsa. Ba'zan shunday oilalarga duch kelib qolamiz, o'zi ishlamaydi, ayolini ham ishlatmaydi. Ba'zilar bor, o'zi ishlaydi, ayolini ishlatmaydi. Yana ba'zilari bor, soppa-sop ishlamaydi, ayolini ishlatib o'tiraveradi. Yonboshlab, pul to'ynab, televizorda yoqib olib, o'sha ayolini topgani bilan yashaydiganlar ham bor, hattoki. Alloh saqlasin. Xo'p, keyingisi nafaqa haqqi. Dinimizda qiz bola turmush qurguncha otasini zimmasida bo'ladi. Turmushga chiqqandan keyin u kimni? Erini zimmasiga o'tadi. Nafaqasi erini bo'yniga lozim bo'ladi. Erkak qabul qildim deydi, to'g'rimi? Roziman demaydi erkak kishi. Qabul qildim deydimi? Nimani qabul qilding desa, kuyov bolar shuni javobini bilmaydi-da. Men shu qizni ayol sifatida qabul qildim. Nikohdan keyingi hayotini qabul qildim. Kasalmi, sog'lommi, yaxshimi, yomonmi, chiroylimi, xunukmi, kim bo'lsa ham men qabul qildim. Nafaqalarini men beraman, men o'zimga xotin qilib oldim degan ma'no bildiradi-da. Qabul qilaman deb qo'ygan kuyov bola moziy maslari bilan javob bermasa nikoh bog'lanmaydi. O'tgan zamon filmlarni qabul qildim deb tasdiqlamayapti-da, kelajak bilan qilaman, qachon degan savol tug'iladi keyin. Nikoh bog'lanmaydi. Kecha oila markaziga chaqirishganda, o'sha yosh kelin-kuyovlarga suhbat qilgan borganimda ham aytdim, iltimos, tumanda 3 ta masjid bo'lsa, xohlaganiga boring, telefon qiling, men bog'lab beraman domlani. O'shala masjidimizda imomlariga ham Xudoga, Allohga hamd bo'lsin, ilmlari arab tilida yetarli darajada shariatga muvofiq, ko'nglimizda zarracha shubha gumon qoldirilmasdan chiroyli nikohni o'qib qo'yishadi. Men bular bilan gaplashib turaman doim. Nikohni qanaqa o'qiyapsiz, nima deb savol beryapsiz, u nima deb javob beryapti, hatto berayotgan savolida ham hattoki noto'g'ri berib qo'ysa nikoh bog'lamay qoladi. Shuning uchun nikoh masalasida ham hali nima dedi, tanlab zo'r mashina minyapsiz, hamma narsani zo'rini nima qilganda endi nikohda ham iloji boricha yaxshirog'ini, durustrog'ini, rasmiysini ado qilganimiz yaxshi. Yana shunga o'xshagan fatvo beradiganlarning joyi kelganda endi aytib qo'yaver, yana davom ettiramiz. Birlari kelib uchrayapti-da, qora aka, ayolimga jahl ustida javobini berdim, bor yo'qol ketib qo'yibman ekan. Keyin domlani oldiga kirdim dedi. Bir domlani aytishdi. Mahallada xizmat qiladigan domlamizga uchrashgan ekan, istig'for aytib yashayverasan, hech narsa qilmaydi debdilar. Taloq tushgan bo'ladi, 4 oy 10 kundan keyin nikoh buziladi, bir-biriga begona bo'ladi. Bular ham mana 1 yil zino qilib ro'paramga chiqib kelishyapti. Yaqinda bo'lgan voqea, birodarlar. 1 yildan keyin ko'ngli hijr bo'lib kelib mendan so'radi, men aytdim, yig'lab oldi ana bola. Shunaqa bo'ladi, ha, shunaqa bo'ladi dedim. Men sizni ayab shariatning hukmini o'zgartira olmayman men. Insonlarning ra'yiga qarab mendan xafa bo'ladi deb shariatning hukmini hech kim o'zgartira olmaydi. Ochiqini aytdim, tushuntirdim, nima qilaman, tavba qilasiz, nikohni boshqadan o'qitib olasiz dedim. O'shaning uchun azizlar, ozgina e'tiborli bo'lishimiz kerak. Kim bilan birga yuribmiz, kim bilan oshqotiq bo'lyapmiz, kim bilan gaplashyapmiz, e'tiborli bo'laylik. Biz kimni orqasidan ketyapmiz biz? Durusrog'ini tanlayverish kerak. O'sha olimlarimiz bormi? Muftiy hazrat bormilar? Nima deyaptilar? O'shanga quloq solaverishimiz kerak. Demak, nafaqa masalasida ayollarimizni nafaqasini berishligimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi, astag'firullah, va alal mavludi lahu rizquhunna kiswatuhunna bil ma'ruf. Sadaqalloh. Ya'ni Alloh taolo kalomida ularni, ya'ni onalarni me'yorida oziqlantirish va kiyintirish otaning, erning zimmasidadir deb Alloh taolo Baqara surasi 233-oyatida marhamat qilyapti. Ya'niki nafaqa bilan ta'minlash erning zimmasida. Payg'ambarimiz alayhisalom erkaklarga xitob qilib aytganlar, ayollaringiz uchun sizning zimmangizda yaxshilik ila rizqlari va kiyimlarining majburiyati bordir deganlar. Bir kuni Hakim ibn Muaviya ismli bir sahoba
payg'ambarimiz alayhissalom oldilariga kelib, ey Allohning rasuli, bizni zimmamizda xotinimizning nima haqqi bor deb so'radilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom, qachon taomlansangiz uni ham taomlantiring, qachon yangi kiyim kiysangiz uni ham kiyintiring, yuziga urmang, qattiq haqorat qilmang va uydan boshqa joyda hijron qilmang dedilar. Ana, ya'niki yesangiz yediringlar, oyatda ham keladi Qur'oni Karimda. Kiysangiz kiydiringlar, taomlarni qilib qo'yinglar, turar joy maskan qilib beringlar. To'rtinchisi, mahrlarni chiroyli qilib beringlar deb Alloh taolo Qur'onda zikr qilgan. Shu mazmundagi hadis bor. Demak, ayol kishini erkak kishi yedirib, ichirib, kiyintirib, turar joy maskan qilib mahr berish kerak. Erkak qilish kerak-da, ayol kishi emas-da. Ba'zan chiqyapti qo'sh tirnoq ichida erini boqib yurganlar, erini kiyintirib yurganlar, eriga uy-joy qilib berayotgan ayollar chiqyapti. Govdani ko'rsangiz cho'chib ketasiz, hali govdani ko'rsangizda. Agar shar'iy tomonlama uzr bo'lib, kasal bo'lib, bir majruh bo'ladigan bo'lsa, imkoniyati cheklangan bo'lsa, mayli, unda uzr bor ekan. Lekin soppa-sog' odam qanday qilib ayolni ishlatib qo'yib uyda o'tiradi. Gap o'tmay turaveradi. Mayli yaxshi yashab turgan bo'lsa-ku, mayli deb qo'yaveramiz, lekin ularning bolasidan chiqyapti ekan, farzandlardan boshlanyapti-da. Urush janjal ana shu bolalardan boshlanyapti. Nima uchun bu gapni aytdim? Sababi 2-3 ta oila shuni kuzatganman o'zim. Oilasini yarashtirgan borib gaplashsam, endi yangi kelin rolni qo'lga olaman deb harakat qilyapti. Surishtirsam, onasi rolni qo'lda olib yurganda. Onasi qanaqa bo'lgan bo'lsa, qizi ham shuni harakatida bo'lyapti, qarang. Men ham oilani boshqaraman, qo'limga olaman deb harakat qilyapti. Onasi qizini o'qitgan, tarbiyalagan, boshqa qilgan, lekin Allohni yaxshilab tanitib qo'ymagan. Er seni rozi qilmasang, eringni rozi qil, do'zaxga tushadigan zot, eringni roziligida bo'lgin degan tushunchani berib qo'ymagan. Shuning uchun biz birinchi navbatda o'sha nafaqasini chiroyli tarzda ado qilaylik. Ko'chada maza qilib oshxonaga borib, yeyapsizmi, yedirib ham turing. U Allohning oldiga borganingizda nimaga hamsafarlar bilan, nimaga sinfdoshlaring bilan oshga borib o'tirmading deb so'ramaydi Alloh taolo sizdan. Nimaga yeganingni yedirmading deb so'raydi. Biz maza qilib har 3 kunda bir gap, yig'ilish, tadbir, oshxona. Xo'p, mayli, men yemang demoqchi emasman, yeng, yedirib ham turing. Yeyapsizmi, yedirib ham turing. Oilangizga yedirib turganlar bo'lsa, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Uni hamma bilishi ham shart emas. Bir joyda shuni guvohi bo'ldim. O'zlari aytib berdi. Men qoraka xijolat bo'lib qoldim haligi joyda, pulim yo'qligidan. Mehmonga borgan bir birodarimiz mehmonda o'tirganda sheriklardan bittasi xuddi shu taomdan yana 2 hissa qo'yib qo'ying degan. Xo'p degan, hansa uyga olib ketaman ayolimga, ota-onamga degan. Yaxshi targ'ibot bo'lyapti. Lekin qolganlarda ichida bitta-ikkitalar xijolat bo'lib qolgan. Zakaz bera olmaydigan darajada cho'ntagida pul bo'lmagan. O'zi asli mehmon bo'lib borgan. Demoqchi bo'lganimki, gaplarimizni ham agar shariatga muvofiq bo'lsa, foydali bo'lsa qilaylik, bo'lmasam nima foydasi bor? Birodarlar, kiroman katibin farishtalar yozib turadi. Gapda o'tirganimizda qancha g'iybatlar qilib yuryapmiz. Noloyina gaplarni gapirib yuryapmiz. Birodar orqasidan tuhmatlar yog'dirib yuryapmiz. Yaxshi emas. O'sha gap foydali bo'lishligini harakatida bo'lish kerak. Faqat o'sha yerda o'tirgan domla aybdor emas. Siz ham savol bermasangiz jim o'tiraveradi-da. Shuning uchun bir ulug'larimiz aytganda, o'sha ahli ilm bu rayhonga o'xshagan narsa. Savol bermasangiz, silkitmasangiz, hidi chiqmay o'tiraveradi. Bir marta gap ochaman desa, bittasi mikrofonda olib qo'yaversa, ikkinchisi gaplansa, unisi mikrofonda olib qo'yaversa, oxir to'xta deydi. Bular gap quloq solmas ekan deydi. Haligi Shayx hazratlari ham Namanganga Umarxon domlaning oldilariga mehmon bo'lib borgan ekanlar. Borsa Umarxon domlani endi o'sha o'zlarining atroflaridagi biznesmenlar kirib Shayx hazrat bilan birga o'tirib qolishibdi. Umarxon domla xizmat qilyaptilar endi. Ulug' zot, ilmlari daryo. Alloh rahmati, Shayx hazrat bilan bari biznesmenlar o'tirib, gilosdan tema chiqib ketdi-da. Gilos masalasini gaplashib o'tirsa, Umarxon domla kirib qolishibdi-da, choyni shuni
Sizlar bu odamni kimligini bilmaysizlarmi? Foydalanib qolsanglar bo'lmaydimi desa, Hazrat ham endi bular hijolatga qo'ymasdan biz hozir gilos sotyapmiz degan ekanlar. Hozir gilos sotyapmiz, sotib olaylik, keyin boshqa masalaga o'tamiz degan ekanlar. Ularni vaziyatdan olib chiqib ketishlikka. Keyin Umar xodimlar qattiqroq tegib gapirganlar. Foydalanib qolinglar, qilayotgan ishingizni so'rang, bu qilayotgan ishim to'g'rimi, noto'g'rimi, unga berdim, bundan oldim, foiz va hokazo so'rang deb keyin haligi joyda temani o'zgartirgan ekanlar. O'shanday ertaga Allohning oldiga borganda Alloh taolo Qur'onda zikr qilgan, payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar, o'zimiz yekkanda yediryapmizmi, kiyganda kiydiryapmizmi? Bu savollarda javobini beramiz. To'rtinchisi nima desa, mahr haqqi. Mahr masalasida ilgarilari ham bo'lgan bu gap, lekin juda ham tushunchalar sayoz bo'lgan. Men nikoh o'qiyotganda ba'zan bizga Alloh berganda ayollardichi, nasiyaga ham rozida biz ayollarchi. Qachon mahr masalasida gapirsam, beraversinlar, roziman deydi. Aslida haqqi bor o'sha ayol kishi, hozir nikohdan oldin menga qo'yib qo'ysin deyishga haqqi bor. U dunyoda bitta bo'lsa kerak, biz ayollar mahrda nasiyaga ham rozi bo'laveradi-da. Arablarda unaqa emas. Bu yil hajda rosa harakat qildim men. Bitta ikkita o'sha o'zbek yigitlar, qizlar bor. Haj markazida ishlaydi. Aytdim, mana mahrni biz o'zbek ayollari nasiya, kiyim berishga ham rozi bo'lib turmushga chiqib ketishadi. Sizlarda yo'qmi shunaqa deb xizmat qilib turgan o'sha qizlardan so'rasam, yo'q dedi. Beradi, keyin nikoh o'qiladi. Biz ayollarga shunday qilsa bor-ku, o'tiraveramizda. Dardimizki mahrga pul yig'ish bo'ladi arablarga o'xshab. Hech bo'lmasa qadriga yetish kerak. Qadriga yetish deganda chol bo'lguncha yetalab yuravermasdan vaqtida berish kerak mahr degan. U 70 ga borganda ko'zi zirinasi pasayib, tilloni farqiga bormasa, mahrni ko'tarib borsiz, nima kerak bor uni paytda? Bering, vohroq bering. O'tib ketayotganingizda mahringizga rozi bo'ling. Endi kanishni rozi bo'ladi unaqa paytda. Boshqa iloji ham yo'q. Vohroq berib qo'ying, nima qilasiz qizg'onib? Shaytonning vasvasiga uchib. Shayton vasvas qiladi, berma deydi. Nima qilasan? Xotining-ku. O'zi rozi bo'lib tekkan senga, berma deydi. Shaytonning vasvasi bo'ladi bu. Berish kerak. Mana senga ko'proq berib yuboringchi, nima bo'lar ekan? O'sha kuni bir maza qilib uxlasiz kerak. Berish kerak, birodarlar, buni cho'zmaslik kerak. Kech bo'lgan taqdirda ham so'rab, shariatga muvofiq. Agar mana yosh kattalarim o'tiribdi, oramizda mahr nikoh o'qilganda tayin qilinmagan bo'lsa, eng ozini berib qo'ying. Eng ozi lozim bo'ladi 10 dirham, ya'ni 4,5 gram tillo. Mana 5 gram qilib qo'yaylik, yarim bo'lmasin. Xohlang bo'lib bering, xohlang bitta qilib bo'lsa ham mahrlarini bering. Endi tilloni aytganimiz sababi, vaqt o'tgan sari qadri yo'qolmaydigan narsa eng chiroyli mahr deyilgan. Va ayol kishiga mulk qilib beriladigan narsani mahr deyiladi. Men endi qizlarimiz ham qiziqish paydo bo'lsa, ba'zan nikohda so'rayman. Kelin, mahrga nima so'raysiz desam, ba'zilari qovun tushirishadi. Darrab hajga so'rayman mahrni, umrani so'rayman deydi. Haj bo'lsa, demak 80 million berasiz mahrga desam, yo'q, uncha ko'p pul kerak emas deydi. U mahrga o'tmaydi. Haj, umra narsalar mahrga o'tmaydi. Qo'liga mulk bo'lishi kerak. Bittasi shunaqa qovun tushirdi, qovun tushirmadi. To'g'ri ish qildi-yu, lekin juda oshirib yubordi. Mahrga endi haligi shu so'raganimiz sababi ertaga dugonasiga yoki singlisiga mahrni ilmini o'rgan, domla nima so'raysiz desa, shariatga muvofiq mahr so'rashni bilgin deb ilmga targ'ib bo'lsin deb so'ragan edim. Bir qizimiz serial ko'rgan shekilli juda qimmatbaho bir mashina so'rashdi. O'zbekistonda dona, sanoda dona bo'lsa kerak. U nomini ham men endi eshitdim men. Kia K8 mi shunga o'xshagan mashinani so'radilar-da. Hali Kia bo'ladi, mashina yo'q ekan. So'rasam aytishdi, lekin hayotlari davomida deb yengillik qilib berishdi, lekin shu oyoqtarib turib olgancha shu mahr qo'yilaveradi. Endi o'sha mashinani olib berib nomiga o'tkazib bersa, keyin mahr bo'ladi. Bo'lmasam o'sha ketayotganda rozi bo'lasiz deb qo'yiladi. Shuning uchun birodarlar, mahr masalasida ham u hijolat tortmaslik kerak. Borib, jumadan keyin domla shu masalani aytuvdilar. Mana yediryapman, kiyintiryapman, shu uy-joyim mana qilib berganman sizga. 4-inchisi qolib ketdi, Qur'onda bor ekan, shu mahr. Tillolar mendan berilganmi? Ya'ni siz tomonidan berilgan tillolarni hisoblasa bo'laveradi. Mana shu uzuk bilan sirg'a mahrga hisoblaylik. Kelishib oling oldin.
Grammini hisoblab turib, keyin qolganini mana yana olib berib yoki pulini bersiz bo'laveradi. Bugun hozir 1 gram tilla misol uchun 700 ming bo'lsa, pulini beraymi, tilla olib kelib beraymi deysiz. Pulini desa mana pul. Ratchotmiz. Daftar olib chiqib yozib qo'l qo'ydirib olsangiz ham bo'laveradi. Bo'lmasam o'sha Allohning oldida bunga guvoh shart emas. Demak, 4-inchisi shu mahr masalasida ham albatta Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki, astagfirullah va atun nisaa sadaqatihinna nihla, ya'ni xotinlarga mahrlarni mamnunlik bilan beringiz degan. Og'rinib, qisinib, qirtinib emas, xursandchilik bilan bering. Padarga qilib bering kerak bo'lsa, ko'paytirib yuboring. Adashib ketsin hisoblashda. Keyingisi 5-inchisi nima desa, meros olish haqqi. Avvallari ko'pincha ayollar zaif toifa bo'lganligi uchun merosda mahrum bo'lishgan, meros olishmagan. Islom kirib kelgandan keyin meros masalasida Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, erkaklar uchun ota-onalari va yaqin qarindoshlari qoldirib ketgan merosdan ulush bordir. Ayollar uchun ham ota-onalari va yaqin qarindoshlari qoldirib ketgan merosdan ulush bordir. Bu ozmi, ko'pmi? Farz qilingan ulushdir deb Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Demak, mahr masalasida gaplashdik. Endi meros masalasida ham ayollarda nimasi bor? Haqqi bor. Agar bir ayol, bir qiz, aytaylik, oilada 2 ta qiz, 2 ta erkak, o'g'il bor. Qizlar turmushga chiqib ketayotganda biz mana shu uydagi merosdan haqqimizdan rozimiz deb ketgan bo'lsa, bo'ldi. Shu otamga, onamga qarab turibdi ukam, biz kechdik desa, bo'laveradi. Lekin qo'shtirnoq ichidagi ayollar chiqyapti, 30 yildan keyin kechgan narsasini so'rab kelyapti. Bundan bir necha yil oldin bir oilaga kirganimda 35 yilda kirib ketdi, qarang. Katta o'g'lini yetaklab kelgan. Meni bu oilada haqqim bor deyapti. Alloh saqlasin mana. O'shanday biz mahr, meros masalasida o'zi asli juda murakkab masala. Hammani ishi tushadi-yu, lekin tez unutilib ketiladigan masala meros masalasi. Bu to'g'risida hadis ham borda, meros masalasi hammamiz boshimizdan o'tadi, lekin hech kim e'tibor bermaydi, so'ramaydi. Bilib olishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom kim bu dunyoda o'zini biror narsa bilan o'ldirsa, qiyomatda ham unga o'sha narsa bilan ozor beriladi deganlar. Bu hadisda aytishimiz sababi hozirgi kunda ayollar o'sha ozgina qiyinchilik ko'rib qolsa yoki bir ta'ziqqa uchrab qolsa, o'z joniga qasd qilyapti. Ba'zan bolasini ham joniga zomin bo'layotganlar bor. Alloh saqlasin. Shuning uchun bu hayot Alloh taolo bizga yashaganicha yasa, bo'lmasam sal to'pitor kelib qolsa, tepaga chiqib o'zing tashlaver demaganda, bu dunyoga biz kuchimiz yetgancha harakat qilib yashab, qiynalib qolsak o'zimizni osmondan tashlaveradigan uchun berilmagan bu dunyo bizga. Keyin yana bitta narsa, biz bu hayotda xotin bilan urushgani kelmaganmiz, birodarlar. Janjallashgani kelmaganmiz bu dunyoga. Shunaqangi oilalar bor. Kezi kelganda aytamizda, ayollarimizga aytish kerak, bu dunyoga eri bilan janjallash uchun kelmagan ayollar ham. Nima uchun bu dunyoga keldik biz? Nima uchun Alloh bizni yaratdi? Ibodatga yaratdi. Namozimizni o'qib, ibodatimizni qilib, tirikchiligimizni sababini qilaylik, yashayveraylik, jim. Nima qilamiz ortiqcha o'zimizni qiyinchilikka duchor qilib? Birinchi navbatda ayollarimizga e'tiborli bo'laylik. Ayollarimizga yaxshi muomala qilaylik. Payg'ambarimiz alayhisolamning hadis bor. Aytadilarki, xayrukum li ahlihi va ana xayrukum li ahli. Ya'ni Payg'ambarimiz alayhisalom, yaxshilaringiz oila ahliga yaxshi bo'lganlardir. Men ahli ayoliga eng yaxshingizman deb aytganlar. Ichimizda eng yaxshimiz Payg'ambarimiz alayhisalom. Biron marta ayollar bilan urushmaganlar. Hatto haligi hozir nomlari esimdan chiqib qoldi, bir onamiz rash qilib ovqatni to'kib yuborsalar ham, idish-tovoq sinib ketsa ham jahl qilmaganlar. Urmaganlar, so'kmaganlar, yordam berganlar. Supursidir, ovqat pishirish, o'zlarining kiyimlarini yamaganlar Payg'ambarimiz alayhisalom. Hatto Fatima onamiz bir kuni
tandirda non yopayotganlarida rivoyatlarda keladi. Payg'ambarimiz alayhisalom borib shu qizimga yordam beray, olovni ichiga kirib chiqyapti deb o'zlari oxirgi nonni qo'llari bilan yopishtirganlar tandirga. Qarangki, hamma non pishadi-yu, payg'ambarimiz alayhisalom yopgan non pishmay qoladi. Shunda qizlari: "Ey ota, men yopgan nonlar pishdi-yu, sizning noningiz pishmay qoldi" desa: "Ey qizginam, jon qizginam, men sizni yaxshi ko'rganimdan, sizga yengillik bo'lsin deb yordam berganligimdan haligi yodimdan ko'tarilibdi. Meni qo'lim tekkan narsa olovda kuymaydi. Nonni olib boshqatdan zuvala qilib yopsangiz keyin pishadi" degan ekanlar. Shunaqa mehribon bo'lganlarda, qizlariga, ayollariga mehribon bo'lganlar. Bizchi qizimizga qanaqa muomala qilyapmiz biz? Ba'zan qiz tug'ilib qolsa to'polon qiladiganlar bor. Bir ulug' zotning gaplarini aytaman. 30 yillik qozi bo'lib turib aytgan inson gap qarang. 30 yil qozilik davrimda biron marta otasiga oq bo'lgan qiz haqida eshitmadim, ko'rmadim deyaptilar. Otasiga oq bo'lgan ham o'g'il, otasini xafa qilgan ham o'g'il, otasiga juvormay bo'lgan ham o'g'il, yuzini yerga qaratgan ham o'g'il. Bironta shu hayotim davomida otasiga oq bo'lgan qizni eshitmadim deydi. Qiz bola shunaqa ekanki, jannatda kalit ekanda qiz. Qiz bola sizni ko'rmasdan yaxshi ko'radi. Sizni ko'rmasdan haqqingizga duo qiladi. O'g'lingiz xotin bilan birga yotaveradi. Kasalmisiz, sog'misiz? Endi men o'g'illarda, yigitlarda yomonlamoqchi emasman. Alloh rozi bo'lsin, mana sovuq demasdan kelib juma namoziga kelib mana namoz o'qib turgan yigitlarimiz. Shu yerga kelib faqat o'zi uchun so'ramaydi. Mana shu yigitlar otasini duo qiladi. Hammamiz ham da. O'tib ketgan bo'lsa ham, hayot bo'lsa ham otamni Allohim o'tganlarni rahmatingga ol, salomat qil, shifo ber deydi. Lekin baribir qiz farzand haqida, ayol haqida tushunchalarimiz to'g'ri bo'lishi kerak. Alloh taolo bizga ne'mat, omonat qilib bergan. Haligi rivoyatlarda keladi-yu, odam ato yaratilgandan keyin Alloh taolo odam atoga uyqu degan ne'matni beradi. Uxlab yotganda ba'zi rivoyatlarda shu chap qo'rg'asidan momo havoni yaratadi Alloh taolo. Momo havoni yaratgandan keyin odam ato uyg'onib qarasa, yonida momo havo yotibdi. Shunda bu kim, bu nima deb so'rasa, Alloh taolo aytar ekanda, bu ne'mat hamda omonat deydi. Bu kimlarga bu ne'mat omonat deyapsan desa, Alloh taolo aytar ekanki, ne'matimga shukr qilib, omonatimga xiyonat qilmaganlarga deydi. Xiyonat qilib qo'ymaylik. Yeyishda, ichishda, kiyinishda, yurish-turishda, birovga nazar solishda, muomala qilishda. Agar urush bilan masala hal bo'lganda, hammamiz borib uyga ayolimizni urib tishini sindirib olgan bo'lar edik. Masala hal bo'lmaydi. Urdingiz mana, misol uchunda, qaysidir bir birodarimiz 20 yildan beri ayolini urib kelyapti. Nima foydasi bor? Yaxshi tomonga o'zgardimi? Shoh chiqdimi? Yo'q, qiyomatda javob beradilar. Borib har bir qilgan ishiga javob beradi. Haqorat qilgan bo'lsa ham, urgan bo'lsa ham. Bu hadisimizda aytib o'tdik-ku, zulm qilmang deyapti. Yuziga urmang deganda, ba'zi ulamolar aytar ekanki, yuziga urish qanaqa? Uni qarsilatib yuziga urish emas, birodarlar. Har doim qilgan aybini yuziga solavermaslik kerak ekan. 30 yil oldin qilgan aybini ham, "Men sen shunaqasan, sen shunaqasan" deb yuziga uravermaslik kerak ekan shunday qilib. Nimaga? Chunki qilgan ishidan tavba qilgandir balkim, siz bilmaysiz-ku. Balkim tavba qilgandir. Shuning uchun birodar azizlar, ayollarimiz bizni xizmatimizni qilyapti. Qani birodarlar aytinglarchi, qaysi Qur'onni bironta oyatida yoki hadisda ayol kishi erga tekkandan keyin erini kirini yuvsin, erini ovqatini pishirib bersin, kiyimlarini dazmollasin, tikib bersin va hokazo degan bormi? Bironta joyda ayol kishini xizmati haqida kelganmi? Yo'q, kelmagan birodarlar. Lekin Qur'onda Alloh taolo aytadi, 4 ta narsani aytayapti, qarang. Yedirish, ichirish, kiyintirish, joy qilib berish, maskan, mahr berish. Faqatgina payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, ayol kishi erini rozi qilsin, itoatda bo'lsin dedilar. Shu qarang, ayolimiz bizni rozi qilish uchun xizmatimizni qilyapti, kirimizni yuvyapti,
O'sha sasib turgan qo'pol qilib aytganda nosda sigaret hidiga sabr qilib yashayapti 20 yildan beri. O'zlaringga bir adolat qilinglar. Shu yomon odatga berilgan insonlar. Yomon narsaga, befoyda narsaga pulini sarf qilib turgan insonlar oilangizning rizqini olib chiqib sarflayvermaslik kerak. Hozir jumadan borishingizga sigaret chekib kutib olsinchi ayolingiz nima qilasiz ekan? O'rnida javobini berib yuborasiz o'shani. 20 yildan beri sabr qilib turgandan keyin sal odam bir adolat ham qilish kerak-da. Bitta-ikkita kamchilikni kechirish kerak-da. Voy, vaqtimiz bo'lib qopti. Shu yerdan suhbatimizni intiho qilamiz. Sababi ob-havo sovuq, qo'shimcha qiladigan gaplarimiz bor edi. Sovuqligini hisobida to'xtatamiz. Birinchi masala qisqa aytib o'tib ketaman. Obuna masalasi. Iloji boricha azizlar, obuna bo'linglar. Uyimizga hidoyat olib keraklik. Islom nurini olib keraklik uyimizga. Bir marta o'tirganda buni nechtasini yeb bitirib yuboryapmiz. Yemay qo'yavering bir-ikki marta. Uyimizga kirsin olib keraklik. Agar ayolimiz mu'mina bo'lishni xohlasak, mu'minaga a'zo bo'laylik. Qizlarimiz mu'mina bo'lsin. Keyingi masala ijtimoiy tarmoqda hamma xabar topgan bo'lsa kerak. Propan gazi portlashining orqasida bir nechta vatandoshimiz olamdan o'tdi. Alloh rahmatiga olsin. Har bir ish Allohdan deb bilamiz, lekin o'zimiz ehtiyot qilaylik. Men bugun bomdoddan keyin masjidimizda aytdim. Har kuni iloji bo'lsa qish mavsumi kelib bo'ldi. Aka-uka, qavm qarindosh, birodarlarimizga telefon qilib, kimdir uyda gaz bor, kimdir ko'mir, kimdir svet bilan isitadi. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldilaringmi? Kunlaring xayrli bo'lsin. Aka, yaxshi o'tiribsizmi? Hol-ahvol so'rab turaylik. O'sha uyimizda isitadigan moslamalarga ozgina ehtiyotkorlik bilan muomalada bo'laylik. Bu tili yo'q deydi. Gaz, is gazi, ko'mirda ilib qolishlik o'zimiz tumanda ham bo'lyapti-da. Shunga ozgina e'tiborli bo'lamiz, birodarlar. Keyin xizmatda qoyim bo'lib turgan Ahadjon qora akamizdan Alloh rozi bo'lsin. Ilmlarni Alloh ziyoda qilsin. Albatta, biz ham shu insonda xizmatida bo'laylik. Bitta domlani o'zini qo'lidan kelmaydi bitta obod qilish. Mana sizlar bilan bo'layaptimi? Endi qora akamiz ham mana safari bor, yurish turishi bor. Shu sizlar chiroyli holatda qora akaning yonida turib, xizmat bormi deb tursalaring, inshaalloh shu qora akamiz ham navbat bilan borib, hojilarimiz xizmatida bo'lib kelsa, xursand bo'lamiz. Bu hech kimga bog'lab berilmaydi. Men qo'limdan kelgancha o'sha rahbariyatga aytib tushuntirib, shu qora akamiz borsinlar, mana xizmat qilishyapti, mana masjidlar obod, jamoatlarimiz katta deb tavsiyasini berdik. Shuning uchun sizlardan iltimos, qora akamizni yuzini yerga qaratmanglar, obunani sal balansini ko'tarib qo'yaylik. Endi duo so'raganlar bor, bemorlar bor ekan. Alloh taolo barcha bemorlariga Alloh taolo shifoi komil, shifo ojili bersin. Qur'oni Karimda xatm qilganlar bor. Alloh taolo xatm qilganlarni ham ilmini ziyoda qilib, yana bardavom bo'lishni Alloh o'zi nasib qilsin, yaxshi niyatlarga yetkazsin. Meni nabiram Ruhshonaxon imtihonga kiryapti. Shuning uchun ko'pchilikdan duo olib bering deyshibdi. Imtihonga kiradigan mana nabiralarga duo so'rashyapti. Barcha imtihonga kiradiganlarni ham Alloh taolo o'zi ilmini ziyoda qilsin. Amin. Parvardigor, duo qilaylik. Ulug' ayyom juma, sayyidul ayyom kunida Allohim sendan so'raymiz. Karamiki inzosan. Barchalarimiz Alloh taolo duolarimizni ijobat aylagan. Bugungi juma kunida bizdan duo so'raganlar, so'ramaganlar, qalbidan o'tkazib turmay turganlar, hammamizni Alloh qalbimizdagi ezgu niyatlarimizga, xayrlik duolarimizga Alloh taolo o'zi yetkazgin. Allohumma solli va sallim baraka alayhi rahmatulloh.